Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2025-yil 10-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini, chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha va turar joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mazkur qonunga muvofiq mamlakatimizda ro'yxatdan o'tkazishning yagona tizimi joriy etildi. Eng muhimi, ushbu qonun bilan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ro'yxatga olish bilan bog'liq avvalgi cheklovlar bekor qilindi. Biroq o'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim yurtdoshlarimizda mazkur qonun qabul qilingandan so'ng respublikamizda aholini yashash va turar joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tizimi butunlay bekor qilingan deb noto'g'ri tushuncha shakllangan. Amaldagi qonunchilikka muvofiq fuqaro o'z yashash joyini vaqtincha yoki doimiy o'zgartirgan taqdirda yangi manzilga kelgan kundan e'tiboran 10 ish kunidan kechikmay ro'yxatdan o'tishi shart. Buning uchun vatandoshlarimiz hududiy migratsiya va personallashtirish bo'linmalari yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, bu xizmatdan yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali onlayn tarzda foydalanish mumkin. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, qonun talablariga rioya etmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik belgilangan. Jumladan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasiga muvofiq ro'yxatdan o'tmasdan yashagan fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida, agar ushbu huquqbuzarlik 1 yil davomida takror sodir etilsa, 5 baravari miqdorida jarima belgilangan. Fuqarolarni ro'yxatdan o'tmasdan yashashiga yo'l qo'ygan mas'ul shaxslarga 5 baravar miqdorda, 1 yil ichida takror sodir etilsa, 10 baravar miqdorida jarima belgilangan. Aholini yashash va turar joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tizimi dunyoning deyarli barcha davlatlarida mavjud bo'lib, u aholining sonini aniq hisobga olish, ularning hududlar bo'yicha taqsimlanishini belgilashda muhim ahamiyatga egadir. Bu esa o'z navbatida hududlarning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishini to'g'ri rejalashtirish, yangi maktab, yangi bog'chalar, shifoxonalar qurish, transport infratuzilmasini rivojlantirish hamda ijtimoiy xizmatlarni samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, aholining o'z vaqtidan ro'yxatdan o'tishi davlat organlarida aholini hisobini to'g'ri yuritish, ish o'rinlarini yaratish, uy-joy siyosati va kommunal xizmatlarni to'g'ri rejalashtirishda katta yordam beradi. Natijada mazkur tizim faqat nazorat vositasigina emas, hududlarni barqaror rivojlantirishga va aholi farovonligini oshirishda muhim boshqaruv mexanizmi hisoblanadi. Shu sababli barcha yurtdoshlarimizdan vaqtincha yoki doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'z vaqtida o'tishlarini va ushbu tartibga to'liq amal qilishlarini so'rab qolamiz.